Aka-ukalar manzilga kelgan ishlar xodimlari. Jizzax shahrida 3 nafar aka-uka shifoxonada janjal ko'targan. Hamshiralarni haqoratlab, qabulxona oynasini sindirgan, ukasining shifoxonaga tushgani uchun chaqirtirilgan akalarga qanday jazo tayinlanadi? Ukasining tan jarohatlari olib shifoxonaga keltirilgani haqidagi xabarni eshitgan 3 aka-uka muassasaga yetib kelganlarida soat taxminan 23 dan 40 daqiqa o'tgandi. Bu paytda esa uka jarrohlik amaliyoti xonasida bo'lgan. Janjal ukasi to'g'risida ma'lumot bera olmagan hamshiralarni haqorat qilish bilan boshlanadi. Huquqbuzarlardan biri qabul bo'limidagi shisha to'siq, kompyuter ekrani hamda eshik oynasini sindiradi. Janjalga aralashgan boshqa bir fuqaroga ham tan jarohati yetkazilgan. Aka-ukalar manzilga kelgan ichki ishlar xodimlariga ham qarshilik ko'rsatishadi. Surishtiruvlar davomida og'a-inilar spirtli ichimlik ta'sirida bo'lishgani, shifoxonaga tan jarohatlari bilan keltirilgan uka esa o'zini o'zi pichoq bilan yaralagani ma'lum bo'ldi. Ertalabda o'zida qilgan ishimdan pushaymon bo'lib, boya masli holatim hushyor holatga kelganimdan keyin ertalabda o'zida hamma zararlarni qopladim. Rishton xodimlari, naqalardan, hamshiralardan kechirim so'rash, hammasidan uzr so'rab chiqdim. Boya masli holatda bilmay qilib qo'ydik, jahl ustida ozroq spirtnoy borligi bizga xatolik qildi. O'zimdan emas edim, jahl ustida borib oynani sindirdim deb. Biroz ichgan sababli qarshilik ko'rsatdim ularga, ichki ishlar xodimlariga jahl ustida. Pushaymonman, afsusdaman. Hattoki organimni ham sotishga tayyor bo'ldim. Organlarimni sotib, qo'shib pulga bolamni davolataman ham dedim. Agar bugun birlashsak, bu yosh bolajonning hayotini saqlab qolsak, uning tuni kun biz uchun duo qilishiga sababchi bo'lamiz. Har birimiz kichik bir qadam tashlasak ham, Muhammad Iso uchun katta umid bo'lishimiz mumkin. Hamma xodimlardan kechirim so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Hamshiralarni haqorat qilgan, shifoxona mulkiga zarar yetkazib, jamoat tartibini buzgan aka-ukalarning ishi jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudida ko'rildi. Ushbu fuqarolarni Jizzax viloyat narkologiya dispanseriga spirtli ichimlik iste'mol qilganligini aniqlash maqsadida olib borib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirildi va qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudiga hujjatlar yuborildi. Jizzax shahar sudi tomonidan ushbu 3 nafar aka-ukaning 2 nafariga 15 kun muddatga ma'muriy qamoq, 1 nafariga bazaviy hisoblanishning 12 barobar miqdorida jarima jazosi qo'llanildi. Aka-ukalarning so'nggi pushaymoni o'zlariga dushman bo'ldi. Madina Ahmedova va Xobjon Abdug'aniyev, Markaziy studiya.